Birinchi jahon urushi yillarida 1916-yilning kuzida inglizlar urush maydoniga yangi bir harbiy texnikani, tanklarni olib kirishdi. Urushda tanklar ingliz armiyasiga bir qancha janglarda zafar keltirdi. Oradan 1 yil o'tib, nemislar ham o'z tanklariga ega bo'lishdi. Dastlabki nemis tanklari ancha katta va boshqarilishi noqulay edi. Ammo ekipaj a'zolari rekord darajada 18 va 25 kishidan iborat bo'lgan. Birinchi jahon urushi so'ngilariga qadar nemislar bor-yo'g'i 30 dona tank ishlab chiqara olishdi. Urushdan keyingi Versal shartnomasiga ko'ra, Germaniya o'z tanklariga ega bo'lishdan mahrum etildi. Birinchi jahon urushidagi mag'lubiyatdan alamzada bo'lgan Germaniya 20 va 30-yillarda yashirincha tank ishlab chiqara boshladi. Germaniya hukumati tepasiga Adolf Gitler kelganidan so'ng oshkora qurollanishga zo'r berildi, shu jumladan tank ishlab chiqarishga ham. Gitler va nemis generallari Germaniya yangi urushda tankchi diviziyalarga ko'proq e'tibor qaratishi kerak, zero tanklar urush maydonida muhim rol o'ynaydi deb hisoblashdi. Nemis generallaridan biri Hans Guderian o'z tajribalaridan kelib chiqib, tankchilar diviziyasiga katta baho berdi. Guderian nemis armiyasi uchun kuchli tankchilar diviziyalarini tashkil etdi. Bu vaqtda Britaniya, Fransiya, Sovet ittifoqi kabi davlatlar harbiy aviatsiya, artilleriya va kuchli piyoda qo'shinni muhim deb hisoblar edi. 1939-yili Germaniya tomonidan Polshaga qilingan hujumda tanklar nemis armiyasining asosiy quroli vazifasini bajardi. Polsha armiyasi 1,5 oy ichida yakson qilindi. Keyingi yili Germaniyaning Fransiyaga qilgan yurishda nemislarning uyushgan tankchilar diviziyalari, garchi Fransiya tanklari soni nemislarnikiga qaraganda ko'p bo'lishiga qaramasdan, Fransiyani tormor qilinishida asosiy rolni o'ynadi. Harbiy mutaxassislar Fransiya va uning ittifoqchisi Britaniya nemis tanklaridan qolishmaydigan tanklarga va boshqa harbiy texnikalarga ega edi. Nemislar Gitlerning iste'dodli generallarining puxta o'ylangan hujum rejalari tufayli zafar quchishga muyassar bo'lishgan. Nemis armiyasi yashin tezligida hujum uyushtirib, raqibni dovdiratib qo'ygan. Sarosimaga tushib qolgan raqib tez taslim bo'lishga majbur bo'lgan deyshadi. Germaniyaning Balqon yarimoroli va Skandinaviya davlatlariga qilgan yurishida ham tankchi diviziyalar nemis armiyasi muvaffaqiyatining asosiy garovi bo'ldi. 1941-yilning iyunida Germaniya SSSRga hujum uyushtirdi. Sovet-nemis urushida ham Gitler o'z tanklariga katta ishonch bildirdi. Urushning dastlabki yillarida tankchilar diviziyalari Germaniyaga g'alaba ketidan g'alaba keltirdi. Nemis tanklari va boshqa harbiy texnikalari dushmanning yo'lidan chiqqan har qanday texnikasini yakson etdi. Nemislarning Barbarossa rejasi bo'yicha Sovetlar ittifoqi 4 oy ichida taslim etilishi kerak edi. Gitler Sovet ittifoqiga yetarlicha baho bermadi. Sovet ittifoqi ham anoyilardan emasdi. 1941-yilning so'nggilarida Sovetlar ittifoqi jang maydonlariga T-34 va KV tanklarini olib kirdi. Bu tanklar nemislarning Panzer tanklaridan anchaga ustun edi. Bu nemislar uchun kutilmagan kuchli zarba bo'ldi. Gitler jang maydonidagi ustunlikni qaytarib olish uchun darhol kuchli tank ishlab chiqarishga buyruq berdi. 1942-yili nemislar dastlab MAN kompaniyasi tomonidan tayyorlangan Panzer 5 yoxud Pantera deb atalgan tanklarni ishlab chiqardi. Biroq Pantera tanklari Sovetlarning T-34 tanklariga bas kela olmadi. Shu yilning o'zida Henschel kompaniyasi nemis armiyasi uchun yangi Panzer 6 yoxud
Tiger nomi bilan mashhur bo'lgan afsonaviy tankni ishlab chiqardi. Ruslar o'zlarining T-34 tanklarini nafaqat 2-jahon urushining, balki bugungi kungacha bo'lgan davrning eng yaxshi tanki deb hisoblashadi. Ammo dunyoning boshqa davlatlari bunday deb hisoblamaydi. Xolisona yondashiladigan bo'lsa, T-34 tanklari Tiger tanklarini oldida ip echa olmagan. Tiger tanklarini T-34 ga nisbatan kamchilik tomoni kam sonli ekanligida. Urush davomida T-34 tanklari 40 ming donaga yaqin ishlab chiqarilgan bo'lsa, Tiger tanklari barcha frontlar uchun 1300 dona ishlab chiqarilgan. Tiger tanklari uzun pushkalari bilan olis masofadan turib raqib texnikalariga zarba bera olgan. Bunday uzoq masofadan raqib tanklarining zarbalari Tiger tanklarigacha yetib kelmagan. Dushman tanklarining bir nechta zarbalari qalin zirhli Tiger tanklariga deyarli shikast yetkazmas, Tiger esa bir zarba bilan raqib tanklari va texnikalarini ishdan chiqarib tashlagan. G'arb tarixshunoslari Tiger tanklarini 2-jahon urushining eng yaxshi tanki bo'lgan deyishadi. Tankchilar diviziyasining Hans Guderian va Erwin Rommel kabi generallari jang maydonidagi Tiger tanklarining qudrati tufayli nemis xalqi oldida katta shuhrat qozonishdi. Ikkinchi jahon urushi statistikalariga ko'ra, ayrim Tiger tanklari dushmanning yuzlab tanklarini yo'q qilgan. Yana ayrim Tiger tanklari raqibning yuzlab zarbalariga duchor bo'lsa-da, jangni davom ettira olgan. Ammo Tiger tanklari ham, nemislarning boshqa qudratli harbiy texnikalari ham ko'p sonli dushmanlar oldida ojiz qoldi. 1942-yilning so'ngilaridan boshlab nemis armiyasi chekinish va himoyalanishdan nariga o'ta olmadi. Tiger tanklarini o'sha davrlarning eng kuchli tanklari deyish mumkin. Ammo Tiger tanklarini ishlab chiqarish ko'p vaqtni talab qilgan hamda tank juda qimmat turgan. O'sha paytlardagi narx bilan hisoblaganda bir dona Tiger tanki 250-300 ming Reichsmarkaga baholangan. Nemis harbiy texnikalari raqiblarnikiga nisbatan sifatli bo'lsa-da, biroq son jihatdan anchaga kam edi. Urush davomida nemislar ittifoqchi kuchlarga qaraganda ancha kam tank ishlab chiqara oldi. Birgina Amerika Qo'shma Shtatlarining o'zi urush yillarida Germaniyaga nisbatan 4 barobarga ko'p tank ishlab chiqardi. Urushning so'nggi yillarida Germaniyada qurol-yarog' ishlab chiqarishga xomyoshga resurslari va ishchi kuchi yetishmasdi. Boz ustiga dushmanlar tomonidan Germaniyani tinimsiz havodan o'qqa tutilishi tufayli ko'plab zavod fabrikalar, shu jumladan harbiy texnika ishlab chiqaruvchi zavodlar ham dushmanlar tomonidan vayron qilingan edi. Shunday og'ir sharoitlarda ham nemislar urush taqdirini o'zgartirish maqsadida Tiger tanklaridan-da kuchliroq bo'lgan Qirol Tiger yoxud Tiger 2 nomi bilan atalgan 70 tonnalik og'ir tanklarni ishlab chiqarishdi. Tiger va Qirol Tiger tanklari kam sonli bo'lsa-da, frontlarda ko'p sonli dushmanga katta muammolar tug'dirardi. Tiger tanklari dushman tanklarini 900 ming metr uzoqlikdan aniq nishonga olib, kulini ko'kka sovurardi. Raqib tanklari esa yaqin masofadan ham Tiger tanklariga deyarli zarar yetkaza olmasdi. Jang maydonida Tiger tanklarining borligi dushman askarlarining yuragiga g'ulg'ula solib qo'ygan. Lekin Tiger tanklari ham kamchiliklardan yiroq emas edi. Ular kilometriga 6 litr yoqilg'i sarf etishgan. Shu sababli yoqilg'i bilan ta'minlovchi texnikalar doim tanklarga yaqin yurishiga to'g'ri kelgan. Agar dushman tomonidan ta'minot manbai yo'q qilinsa, Tiger tanklari shunchaki keraksiz matohga aylanib qolgan.
Sharqiy frontda rus katyushalari, g'arbiy frontda esa aviatsiya zarbalari Tigr tanklarining kushandasi bo'ldi deyish mumkin. Aynan shu yo'llar bilan Tigr tanklarini yo'q qila olish mumkin edi. Nemislarning kuchli harbiy texnikalari, shu jumladan tanklari ham Germaniyani muqarrar mag'lubiyatdan qutqarib qola olmadi. 1945-yilning bahorida nemis armiyasi ittifoqchi kuchlar tomonidan to'liq tor-mor etildi. Germaniya urushda mag'lub bo'lgan bo'lsa-da, nemislarning Tigr tanklari janglarda ko'rsatgan jasoratlari tufayli tarixning afsonaviy harbiy texnikalaridan biri bo'lib qoldi. Hozirgi kunda Tigr tanklari Amerika Qo'shma Shtatlari, Fransiya, Rossiya, Buyuk Britaniya va Germaniya muzeylarida saqlanmoqda. Ba'zi harbiy paradlarda ushbu tanklar ommaga namoyish ham etilib turiladi. Zamonaviy harbiy texnologiyaning mutaxassislari nemislarni 2-jahon urushi yillarida Tigr tanklaridek texnikalarni yarata olganligini hayratlanarli deyishadi. Hamda o'sha vaqtlardagi sharoitlardan kelib chiqqan holda Tigr tanklarining imkoniyatlariga yuqori baho berishadi. Tigr tanklari garchi fashizmga xizmat qilgan bo'lsa-da, insoniyat tarixida inson tomonidan yaratilgan eng yaxshi texnikalardan biri sifatida tarixda qoldi.